Assalomu alaykum hammaga. IT Gap YouTube kanaliga xush kelibsiz. Ekranning qarshisida yaqinroq keling. Bugungi videomizda sun'iy intellektni hayotimizga ta'siri va qaysi sun'iy intellektlar bizga ko'proq yordam beradi, shu haqida gaplashamiz. Bir yildan beri bizning hayotimizda sun'iy intellekt shu darajada aktual bo'ldiki, har kungi generatsiya modellarini, har kungi video generatsiyalarini ko'ribmiz. Har kun yangi kontentlar, yangi botlar, yangi toollar, sun'iy intellekt toollarini ko'ribmiz. Bu o'zi bizga foydalimi? Sun'iy intellekt bizga yordam beradimi o'zi yoki bizani ongsizlashtirish uchun yaratilganmi? Shu haqida gaplashamiz. Bugun 3 ta sun'iy intellekt toollari haqida gaplashamiz. Gemini, ChatGPT, Claude AI haqida gaplashamiz. Birinchisi Gemini. Gemini bu Google kompaniyasi tomonidan yaratilgan sun'iy intellekt modeli. Bu insonlar bilan suhbatlashisha, kundalik insoniy ehtiyojlarni sizga yetish uchun yordam beradi. Rasm generatsiya, ovoz generatsiyasi, video, fayllar bilan ishlaydi. Gemini Google ekosistemi asosida ishlaydi. Google Docs, Google Drive, Gmail bilan integratsiya orqali sizdagi savollarga yechim topib beradi. Gemini'ning eng katta ustunlik jihati u Google Search tomonidan Google datasetidan ma'lumotlarni topadi. Qidiruv tizimi Google'ni o'zida bo'lgandan keyin sizga ma'lumotlar juda ham tez, juda ham katta hajmli ma'lumotlar sizga yig'ib beradi. Siz unda rasm generatsiya etishingiz juda ham qulay bo'ladi. Siz unda PDF fayllarni generatsiya etishingiz juda ham yaxshi bo'ladi, ammo kreativlik qo'shilmaydi. Siz uni dokumentalniy hujjat tayyorlashda ishlatsangiz bo'ladi. Ikkinchi sun'iy intellektimiz esa ChatGPT. ChatGPT OpenAI kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan, juda ham katta datasetiga ega, juda ham katta foydalanuvchisi bor, ammo hozirgi kunda uni foydalanuvchisi asta-sekin kamayib borayotgan sun'iy intellektlardan biri. Nechun desa, Amerika Qo'shma Shtatlari ChatGPTdan biza insonning ma'lumotlarini olamiz, harbiy sohada ishlatamiz degani uchun odamlar undan ko'pincha voz kechib turibdi. ChatGPTning ustunlik tarafi content creationda juda ham ijobiy fikrlarni sizga beradi, juda ham yaxshi rasm generatsiyalarni beradi. Siz kontent yaratchak bo'lsangiz, juda ham chiroyli kontent tekstlarini yaratib beradi. Siz bilan gaplashishi juda ham chiroyli, insoniy jihatdan sizlar haqiqiy odam bilan gaplashib turganingiz bo'ladi. Lekin bugungi kunga kelib ma'lumotlarda salgina qotish yuzaga kelib turibdi. Shriftlarning o'zgarishi, so'zlarda xatoliklar yuzaga kelib turibdi. ChatGPTda LLM bazasi kuchli bo'lgani uchun ovozli suhbatlar juda ham yaxshi. LLM bazasi kuchli bo'lgani uchun ovozli suhbatlarga juda ham yaxshi ko'rsatkichlarni beradi. Siz bilan haqiqiy insonning gaplashadi. Xatolari juda ham kam. Shu jihatdan ChatGPT boshqa sun'iy intellektlarga qaraganda ustunlikni o'zida ushlab turibdi. Uchinchi sun'iy intellektimiz Claude AI. Anthropic kompaniyasi tomonidan yaratilgan Claude AI'miz navda ishlatiladi. Juda ham katta hajmli ma'lumotlarning xususiyatlarini topishda, juda ham katta mantiqiy masalalarni yechishda, kodlarni yozishda yordam beradigan toollardan biri. Kundalik foydalanish uchun juda ham qulay. Hozirda juda ham katta foydalanuvchini o'zini jalb etib turgan sun'iy intellekt desak bo'ladi. Ana shunisi ChatGPTdan odamlar voz kechib ko'proq Claude'ga o'tib turibdi. ChatGPTning foydalanuvchilari. Claude'da juda ham badiiy matnlarni sizga generatsiya etib berishda juda ham qulay, ammo uni kamchiligi interfeysi juda ham oson. Video yoki rasm generatsiya etishda boshqa sun'iy intellektlarga qaraganda cheklangan. Shuning uchun bu sun'iy intellektdan sizlar maqola yozishda, ilmiy ishlar yozishda bemalol foydalansangiz bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, Claude'ni murakkab matnlarda, insholar yozishda ishlatsangiz bo'ladi. Ichini esa real time vaqtida ma'lumotlarni olishda, audio muloqot etishda, til o'rganishda, kontent yaratishda foydalansangiz bo'ladi. Gemini'ni esa sifatli rasmlarni generatsiya etishda, katta hajmdagi aniq ma'lumotlar kerak bo'lganida, videolarni yasashda, Google ekosistemidan foydalanajak bo'lsangiz, Gemini'ni tavsiya etaman. Qisqa qilib aytganda, mana shu 3 ta sun'iy intellekt tizimi kundalik qo'llash uchun, sizlarni kundalik tekst formatdagi ma'lumotlaringizni yaxshi ishlab berish uchun juda ham katta yordam beradi.